Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, hammanglarga sog'lik, omonlik tilagan holda bugungi video murojaatimizni boshlaymiz. Men bugun mana shu O'zbekiston xalqiga, o'zbek jamoatchiligiga o'zimni bir jiddiy murojaatimni yo'llamoqchiman. Xo'p, qaysiki? Xo'p. Mana shu hayotda yashar ekanmiz. Hammamiz ko'ryapmiz. Ko'pchiligimiz o'zimizni manfaatimiz uchun, o'zimizni nafsimiz uchun, o'zimizni xohish istaklarimiz, havoyi nafslarimiz uchun har qanaqa ishga tayyor bo'lib qolyapmiz-da. O'zbekistonda hamma o'zi uchun o'zi chiranib, harakat qilib nima qiladi? Lekin jamoaviy ishlar uchun jamoaviy birdamlik bilan amalga oshiriladigan katta ishlar, katta loyihalar, katta proyektlarda jamoatni, odamlarni bir-biriga bir baham-jihat bo'lganini ko'rmaysiz. Ya'ni har kim o'zim bo'lay, o'zimga bo'lsin, menga bo'lsin, qolganlar bilan ishim yo'q. Menga bo'lay, o'zimga bo'lsin, qolganlar bilan ishim yo'q. O'zini manfaati uchun boshqalarni qurbon qilib, boshqalarni urib tepib o'tib ketaverish holatlari kuzatiladi. Albatta bunaqa bo'lmagan odamlar ham bor. Endi ko'pchilik shunaqada. Xo'p. Masalan, men eng jahlim chiqqan holati biz mana bu O'zbekistonda eng katta bir muammolardan biri bo'lib turgan, nafaqat shunchaki muammo, balki O'zbekiston uchun geosiyosiy xatar, hattoki O'zbekistonda urush kelib chiqish ehtimolini chiqaruvchi bir katta bir muammo qarshisida turibmiz. Juda katta muammo. Aslida bunaqa muammo butun dunyoni qamrab olyapti. Qaysiki suv masalasi, suv taqchilligi, iqlim o'zgarishi, qurg'oqchilik masalasi. Mana bilamiz, dunyoda 70-80% toza suvi qishloq xo'jaligiga sarflanadi. Qishloq xo'jaligi, dehqonchilik. Endi hamma joyda har xil. Ba'zi joylarda iqlim harorati o'rtacha, mo'tadil yoki salqin yoki namchil joylar yoki seryog'in joylar. Ularda suv sarfi sezilmaydi, tabiiy yog'ingarchilik bo'lganligi uchun. Endi ba'zi joylarda issiq, ba'zi joylarda o'rta harorat. Mana masalan, bizda o'ta quruq, issiq iqlim. Bizda juda katta bilinadi, juda ham nihoyatda bilinadi. Suv taqchilligi, suv sarfi, havo haroratining issiq bo'lishiga, havoni namgarchiligi bo'lmasdan quruq bo'lishligida juda katta suv sarflab yuborilayotganligi xo'p bilinadi, aniq bilinadi. Misol tariqasida aytishimiz mumkin. O'zbekiston sharoitida 1 gektar yerga qaysidir bir ekin turini ekib, makkajo'xori bo'lsin, paxta bo'lsin yoki shunga o'xshagan yana bir boshqa ekinlar bo'lsin, aytaylik 100 kun, 110 kun, 120 kunda pishadigan ekinni ekib, pishib yetilgunigacha bo'lgan muddatda oralig'ida o'rtacha hisobda har 1 gektar yerga sarflaniladigan suv miqdori 10,000 metr kubni tashkil etadi. 10,000 metr kub, 10 million litr degani. Endi mana shu 10 million litr suv, 10,000 kubometr suvni agar bitta katta bir hovuzga to'plab qo'yib, xo'jaliklarga bitta bir xonadonni iste'moli uchun vodoprovod orqali beradigan bo'lsangiz, ana shu 1 gektar yer 3 oy, 4 oy davomida sarflanilgan suvi bitta xo'jalikka 200 yilga yetkazish mumkin. 200 yilga. Qizig'i ana shu har 1 gektar yerda ekin ekib yetishtirilishi uchun sarflanilayotgan 5000 kubometrdan 10,000, 12,000 metr kubometr gacha sarflanayotgan suvni 80-90% havoga isparaniya bo'lib ketadi. Hozir mana shu muammolarni yengillashtirish maqsadida kanallar betonlanilyapti. Xo'p, xo'sh. Tomchilab sug'orish yoki yomg'irlatib sug'orish texnologiyalari joriy qilinyapti. Yaxshi, bular ham nisbatan natijaga rezultat beradi, nisbatan 20% bo'lishi mumkin, 30% bo'lishi mumkin, rezultat beradi. Lekin bu hali masalani mutlaq yechimi emas. Bu juda ham oddiy, sodda tuyulgani bilan, hali bunga mukammal darajadagi
maksimal darajadagi yechim butun dunyo bo'yicha hali topilgan emas. Ba'zi juda ko'p yo'nalishlarda dunyo ancha-muncha insoniyat aqli bavar qilmaydigan darajada sivilizatsiya rivojlanishlarga, taraqqiyotlarga erishyapti. Lekin mana shu sohada hali bironta yer yuzida bironta zo'r texnologiya o'ta samarador, %100 samara beruvchi bepatiriya, %100 samara beruvchi biron bir texnologiya ishlab chiqilgan emas. 1 gektar yerga makkajo'xori ekadigan bo'lsangiz, 1 gektar yerga makkajo'xori 25 kilogramm makkajo'xori ekasiz. Ana shu ekkan urug'ingiz yerdan unib chiqishi uchun, prosta tak unib chiqishi uchun birinchi marta qo'yadigan suvingiz o'rtacha 1,5 million litrni tashkil etadi. 1,5 million litr. Endi o'ylab ko'ring. 25 kilogramm makkajo'xori urug'i 1,5 million litr suv ichadi deb o'ylaysizmi? 1,5 metr kub suvi qanchasini ichishi mumkin? 1 kubasini ichishi mumkin. Qolgan 1499 kubometr suv 5 kun, 7 kun, 10 kun, 15 kungacha bo'lgan muddatda oralig'ida havoga isparina bo'lib ketadi. Bu aniq bu. Bu inkor etib bo'lmaydigan fakt bu. Bu masalaga hali butun dunyo yechim topgan emas. Mana bu tomchilab sug'oruvchi texnologiyalar, yomg'irlatib sug'oruvchi texnologiyalar ham samarali. Lekin %100% yetarlicha suv sarflab qolganini tejab qola olish darajasida emas. Lekin bu tomchilab sug'orish texnologiyalari ham juda yaxshi samara beryapti. Mana natijalarini statistika ma'lumotlarida ko'ryapmiz. Yaxshi. Lekin buni yana ham takomillashtirish kerak. Hozirda biz mana shuni ustida izlanish olib boryapmiz. O'tgan yili tadqiqot o'tkazgan edik. Xo'p, yaxshi. Kutgan natijamizdan ko'ra pastroq natija berdi-yu, bu yil endi xatolarimizni to'g'rilab, yangicha yondashuvlarda tadqiqotlar o'tkazish ustida harakatlar qilib turibmiz. Lekin atrofimizdagi odamlar bizning harakatlarimizni ko'rib aytishyaptiki, biz O'zbekistonda jamoaviy bahamjihatlik, jamoaviy rivojlanishga bo'lgan harislikni yo'qligi shundan bilinyaptiki, ko'pchilik aytayaptiki, "Senga mana shu narsalarning nima keragi bor? Senga birov bir tiyin berarmidi? O'zingni anaqa qilsang-chi, o'zing uchun harakat qilsang-chi, o'zingni bilsang-chi, o'zing." O'rtoqlar, hamma o'zi uchun o'zi yashayversa, o'zi uchun o'zi kurashaversa, hamma o'zi bo'lsa, jamoaviy birdamlik bilan qilinadigan, amalga oshiriladigan ishlarga kim bosh qotiradi? Odamlardan jahlim chiqadi. Odamda 3 ta haq bor. Odamning o'zini haqqi, yaratib qo'ygan Xudoning haqqi va jamoat, insonlarning haqqi bor. Ko'pchiligimiz ana shu jamoatni, insonlarning haqqi, biz ustimizdagi haqqini unutib qo'yganmiz. O'shaning uchun O'zbekistonda rivojlanish yo'q. Hamma o'zi uchun o'lib, tirilib, bukilib, sinib, maydalanib ketguncha chiranaveradi. Jamoaviy birdamlikka kelganda hech kim bir-biriga qo'l bermaydi. Buyuk katta ishlar, katta loyihalar, korporativ hamkorliklar, bahamjihatlik bilan qilinadigan yaxshi katta ishlarda jamoaviy birdamlik yo'q. Hamma har yoqqa tortadi, hamma tarqoq bo'lib ketgan. Hamma o'zini o'ylaydi. Jamoaviy birdamlik yo'q. Afsus. Mana shu narsa ham rivojlanishdan ortda qolib ketishimizning bir asosiy sabablaridan biri.